Ana shu yerda qaldirg'ochda negadir bir joyda aylanib qoldi. Yo ilon bor, yo bir qush ko'rdi bular. Mana juda ham ko'p. Mana shu joyda qaranglar. Juda ko'p qaldirg'ochlar uchyapti. Oho, sanog'i yo'q, juda ko'p ekan. Mana bu tomonlardan ham kelishyapti rosa. Rosa qaldirg'ochlar ko'paygan ekan o'zi ham. Voy, qaranglar, juda ham seroq. Xudo xolisa. Mana hozir samolyotimiz tayyorlayapmiz. Mana anta bolalar g'ildirak almashtiryapti. Samolyotda g'ildirakni almashtirishyapti. Uchib ketadigan samolyot. Aeroportda samolyotlarni texnik ko'riklar o'z vaqtida qilinadi. Har bir detalga, har bir narsaga e'tibor beriladi. Mana hozir 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta odam, почти 7 ta odam harakatda tezroq shu samolyotda g'ildirakni almashtirib bo'lishsa. Mana bu ko'rinib turgan qizilli joyiga samolyot tormozi bo'ladi. Shunga samolyotda g'ildiragi kiydiriladi. Ana aylangan diskalar bo'ladi. O'sha diskalarga qarab diska yaxshimi, yomonmi almashtirish kerak, ularga ham e'tibor beriladi. Hozir stüardessalar kelsa, xudo xolisa mana samolyotimiz tayyor. Samolyot topshiramiz. Mana bu yerda mana nakladnoylarim, shu nakladnoy bo'yicha topshiramiz. Flyer qo'yildi. Gazeta pressalar bor. Mana buni otini flyer deydi. Flyer bor. Mana bu flyer bo'ladi. Xo'sh, qolgan narsalar hammasi qilindi. Xudo xolisa hozir stüardessalar kelsa, samolyotni topshirib yuboramiz. Xudo xolisa mana aviakompaniya samolyotimiz o'z vaqtida har bir ishlarni qilyapmiz joy-joyida. Hozir buni Farg'ona, Sankt-Peterburg uchiramiz. Oldin Farg'onaga boradi, keyin o'tdan Sankt-Peterburgga qarab yana uchib ketadi. Tan joningiz sog' bo'lsin. Xudo xolisa tayyor samolyotimiz.